Oyoq kiyimni to'g'ri tanlash. Sizning oyoq kiyimingiz sizga zarar yetkazayotgan bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? To'g'ri tanlanmagan poyabzal bel og'rig'i, oyoq muammolari va hatto umurtqa qiyshayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'pchilik qanchalik qimmat oyoq kiyim bo'lsa, oyoq kiyim shunchalik qulay deb o'ylaydi. Ammo bu mutlaqo noto'g'ri. To'g'ri oyoq kiyim tanlash narxga emas, oyoq shakliga mos tanlay bilishda bog'liq bo'lishini bilarmidingiz? Keling tushuntiraman. Har bir insonning oyoqlari har xil tuzilgan. Keng yoki tor, baland yoki past qadamli. Tadqiqotlarga ko'ra, noto'g'ri moslangan oyoq kiyimlar oyoq kaftlarining deformatsiyalariga olib keladi. Tabiiy charm va mato oyoq kiyimlarning terlashini oldini oladi va qo'shimcha qulaylik yaratadi. Sun'iy materiallar esa havo o'tkazmaydi va zamburug' kasalliklariga olib kelishi aniq. Ortoped shifokorlar 2-4 sm balandlikdagi poyabzalni eng qulay va xavfsiz deb hisoblashadi. Juda baland poshnali oyoq kiyimlar bel va tizza muammolariga va juda tekis taglik oyoq kiyim esa kaf mushaklarining charchashiga sabab bo'ladi. Agar kunning ko'p qismini oyoqda o'tkazsangiz, o'rtacha balandlikdagi komfort oyoq kiyimni tanlang. Elastik va yaxshi amortizatsiya qiluvchi oyoq kiyim bo'g'imlarga tushadigan bosimni kamaytirishi aniq. Tadqiqotlarga ko'ra, odamlarning 70% noto'g'ri poyabzal kiyadi. Siz ham ularning orasida bo'lishni xohlaysizmi? Unda oyoq kiyim tanlashga jiddiyroq yondashing. Sizlar bilan Fazliddin bo'ldi. O'zingizni asrang.